Kuzatuvchilarimizdan yana ko'p keladigan savol, ya'ni turbani mana ochyapsiz, bachadondan chiqadigan qismidan, ya'ni ismik, ya'ni juda tor, bachadondan chiqadigan turbani qismi juda tor hisoblanadi. Agarda bu sohadan yopilgan bo'lsa, juda ko'pchilik eko tavsiya qiladi. Lekin biza tekshiruvlar natijasida shuni ko'ramizki, agarda turbani ochish ehtimolligi bo'lsa, buni ochamiz. Shu joydan tor qismidan yopilgan taqdirda ham ochib rezultatga erishamiz. Juda ko'pchilik savol bergan, agar shu joydan ochgan bemorlaringizda natija bo'lganmi? Natija bo'lgan bo'lsa, shu natijalar bilan bizga ulashing, ko'raylik. Haqiqatdan shu turbani tor qismidan ochilganidan keyin bemorlar homilador bo'lganmi, yo'qmi degan savollar juda ko'p kelgan. Juda ko'p bemorlar bor, operatsiya qilgan biza, bundan keyin natijalarga erishganmiz. Bitta bemorimiz yaqinda keldi, shu operatsiya 4 oy oldin qilgan biza, shu turbani ismik qismidan, ya'ni stent qo'yish orqali shu joyni ochgan biza. Undan keyin homiladorlik yuzaga kelgan. Bu birlamchi bepushtlik 5 yildan beri bormagan joyi 2 marta eko qildirgan, eko ham o'xshamagan. Undan keyin bizga murojaat qildi, boshqa ilojim yo'q, operatsiya qilib shuni ochib bering deb. Shundan keyin biz operatsiya qilgandik, natijaga erishdik. Natijalarimiz bor, xudo xohlasa shu natijalarni hozir qo'yib, istoriyalarni kuzatishni davom etinglar, xudo xohlasa qo'yib sizlarga gap isboti bilan deydi-yu, shunaqa xudo xohlasa natijani qo'yamiz.